Xo'p, bugungi suhbatimizda Anfal surasi 1-oyatda qisqagina tanishib chiqsak-da, suhbatimizga yakun yasasak, Allohga taqvo qiling. Fattaqulloha va aslihu va o'rtalaringizni isloh qiling dedi. Mana hozir domlamiz bilan 5 ta xonadonga peshingacha kirib chiqqan bo'lsak, 5 ham er-xotin o'rtasidagi kelishmovchilik xonadonlarida. Eng achinarlisi 5 xonadonda ham o'sha ajrashayotgan er-xotinlarini farzandi bor. 2 ta, 3 ta, ba'zilarnikida 4 ta shunaqa. Endi bu oyatga e'tibor beraylik. Fattaqulloha, Allohga taqvo qiling va aslihu va o'rtalaringizni isloh qiling deyapti. Xo'p, buni oilaga qanaqa bog'liq joyi bor desak, mana shu 5 xonadonda ham hoji-akalarimiz bor, namozxon hojoyilarimiz bor, namozxon tog'alari, jiyanlari hamma taqvodor bo'lishlikni nima qiladi? Da'vo qiladi. Lekin Alloh bu kalomida aytayaptiki, fattaqulloha, Allohga taqvo qiling va aslihu, ana endi o'rtalarini isloh qiling deyapti. Oldingi paytda mana yoshi ulug'lar alhamdulillah yaxshi bilishadi. Bitta mahallada bitta ajrim bo'lmagan. Hozir palonchiylar sulolasida hammasida topilyapti. Nimaga? Chunki oldingi ota-bobolarimiz o'rtani isloh qilguvchi bo'lgan. Bugunchi to'g'ri ijtimoiy tarmoq rivojlandi, yo'inki bo'lmasa motivatorlar deymiz, psixologlar deymiz, bularni ham ba'zi bir tomondan hissalari qo'shilib qolyapti, mana shu ajrimni ko'payib ketishligiga. Lekin biz musulmon o'laroq mana shu oyatga amal qiladigan bo'lsak, natija bo'ladi. Isloh qilishlikni eng bizga ta'sir qilgan joyi shu yerdaki, mana shu yerda o'tirgan ko'pchiligimiz guvohi bo'lganmiz. Bitta agar boy odam bir xatoni qiladigan bo'lsa, gunoh ishni qiladigan bo'lsa, nima deymiz? Boyga yarashaveradi deymiz. Og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyda bolasi gapirsin degan gapni, maqolni ko'p eshitganmiz. Yana nima deb o'zimizni yo'potamiz? Boyotaga yarashadi, qolganlarga sho'lpullab qoladi deymiz. Bu degani shariatning ahkomi boyga boshqa, kambag'alga boshqa degani emas. Hammaga bir xil. Eng achinarlisi taqdir bu, ko'ngil ishi. Ikkita yosh bir-biridan ko'ngli sovib qoladigan bo'lsa, yoshlar ajrashadigan bo'lsa, butun ikkita quda tomon bir-biri bilan nima qiladi? O'rtani uzib qo'yadi. Qudachilik aloqani mutlaqo kesib qo'yadi. Aslida qarindoshchilik uzoqlashib ketib qolmasin deb shu qudanda bo'lmaganmidik? Aksar holda shu qarindoshchilik uzoqlashib ketib qolmasin deb qudanda bo'lib olamizda, yoshlar kelisha olmay qolsa, botamon qarindoshchilikni yig'ishtirib qo'ya qolamiz. Alloh o'zining kalomida nima deyapti? Allohga taqvo qiling va aslihu va o'rtalaringizni isloh qilguvchi bo'ling. Boyni ko'rib xatosini biz boylikni yomon ko'rmadik-ku, to'g'rimi? Shu yerda o'tirganlar kim aytsin? Hammamiz boylikni yaxshi ko'ramiz. Bu boyda xato deymiz, boylikda demaymiz. Xuddi shunaqa ikkita yoshda xato deb turib qarindoshlarni yomon ko'rmaylik. Mana u tug'ilgan yosh norasida go'daklar tog'a kim, amaki kim, xola kim, amma kim aniq tanib voyaga yetsin. Ikkita yoshning xatosi bo'lsa, mayli, qiyomatda o'zi javob beradi. Lekin qolganlar o'rtani isloh qilib nima qilaylik? Qarindoshchilik rishtasini mahkam ushlaylik. Bugungi kunda Alloh taqdirimizga bitgan ekan, xalqning ichida yurishlik, xalqning xizmatida bo'lishlik juda ko'p guvohi bo'layapmiz. Qarindoshlar bir-biri bilan mutlaqo nima qilib qo'yapti? Aloqani uzib qo'yapti. Eng bizga ta'sir qilgani o'shalar hammasi musulmonchilikda da'vo qiladi, jannatni orzu qiladi. Payg'ambarim Rasululloh alayhi vasallam deydi, kitobim Qur'on deydi, lekin muborak hadisdagi qilgan ishlariga nima qilmayapti? Tutgan yo'li to'g'ri kelmayapti. Bugungi mau'izadan xulosa, mau'izadan maqsad isloh qilishlik deganda faqat oilalarni islohi emas. Qo'shnilarning islohi. Hozir bitta oilani misol qildik. Ishxonadagilarning islohi. Eng achinarlisi bitta safda o'qib namozda turganlarning islohi. Bir safda turamiz,
San vahobiysan, san hizbiysan, san salafiysan, san soqol qo'yding, san soqol qo'ymading deb bir-birimizga aloqarash qilyapmiz. Bir-birimizga dushmancha muomala qilyapmiz. Bir-birimizni ismimiz yetmasdan onovi deyapmiz. Voy subhanalloh, hammamiz musulmonmiz. Hammamiz Allohning rahmatidan umidvormiz. Hammamiz payg'ambarimiz alayhissalomni biz sening ummatingman deyapmiz. Lekin qilayotgan ishimiz, gapirayotgan gapimizchi? Isloh qilishlik deganda faqat er-xotin o'rtasini tushunmaylik. Isloh qilishlik deganda musulmonlarning o'rtasini isloh qilishlik. Oilalarning o'rtasini isloh qilishlik. Buni keng tushunadigan bo'lsak, alhamdulillah natija bo'ladi. Bugun eng achinarlisi mana shu tarixni qaraylik-da, bizni boshimizga qanaqangi og'ir kunlarda solgan. Birgina misol aytaman. Mana shu hozir ajrimda eslab o'tdik. Ana shu ajrashayotgan yoshlarning to'yida qarg'alar uchsa qaraylik marg'ilonni yo'liga degan qo'shiqqa hamma o'ynayotdi, to'g'rimi? Ko'pchilik boshini qimirlatyapti. Nimaga? Qayta zakaz berib o'ynaganda bugun hamma nima qilyapti? Yig'layapti. Nima uchun? Handalak hidini bildi-da, nimaligini. Ana shu paytda bizni qarg'alar uchsa qaraylik degan qo'shiqqa o'ynatishlikka bizni shu darajada ruhiyatimizni, bizni dunyo qarashimizni o'zgartirib qo'ygan xalq bugun san vahobiy, san salafiy, san hizbiy, san akromiy deb turib, yana musulmonlarning o'rtasini fikrini o'zgartirib qo'yapti. O'sha paytda bizni fikrimizni shu darajada o'zgartirib, yig'laydigan qo'shiqqa o'ynatib qo'yuvdi-da bular. Bugun yana shu natijani beryapti ular. Mana isloh qilishlik biz uchun qanchalik zarur. Hozir e'tibor beraylik-da, musulmonlarning ustida boshqa din vakillari xohlagancha qaror qabul qilyapti. Nimaga? Ittifoqchilik yo'qligi uchun. Inoqlikchilik, ahallik yo'qligi uchun. Agar ahal, inoq, ittifoq bo'ladigan bo'lsak, bizning ustimizdan boshqalar qaror qabul qila oladimi? Qo'polroq qilib aytganda duxi yetmaydi qabul qilishga. Nima uchun isloh kerak? Endi oila borasidagi bitta misol bilan suhbatimizga yakun yasasak, 2022-yil 1-yanvardan 1-oktyabrgacha bo'lgan 10 oy muddatda 18955 ta chaqaloq onasining nomiga metrga oldi. Ochiq ma'lumot bu. Ijtimoiy tarmoqda ham turibdi. Oynai jahon orqali, televideniya orqali e'lon ham qilindi, gazetalarda ham, matbuotlarda ham yoritib berildi. Bu degani 18955 ta oila yuz ko'rmas bo'lib ajrashdi degani. Buni xatari yana 15 yil, 20 yildan keyin bo'y ko'rsatadi. U xatar nima? Tasavvur qilyapmizmi? G'arb kinolarida ko'rganmiz. 4 yil, 5 yil, 6 yil bir-biri bilan ko'ngil qo'yib, bir-biriga rosa suyanib, bir-birisiz tura olmaydigan bo'lib qolgandan keyin sovchi jonasi aka-singil bo'lib chiqadi. Mana shu chaqaloqlarda shu qismat kutmayapti deb kim kafolat beradi? Sabab familiya boshqa, manzil boshqa, adres. Xayoliga kiribdimi u go'daklarda? Aka-singil bo'lib chiqishligi. Mana o'rtani isloh qilishlik nima uchun kerak? Eng achinarlisi bu 10 oylik ma'lumot bu. Yildan yilga, oydan oyga o'sayapti. Har 3 yilda statistika qo'mitasi nima qiladi? Bu ma'lumotni oshkor qiladi. 2025-yilgisi qanchaga ko'paydi deymiz? 34 mingga chiqdi. 34 ming oila ajrashdi. 99% musulmon aholisi bo'lgan O'zbekistonda ming afsuski jarayon shunaqa. Endi tasavvur qilaylik, o'sha 34 mingta xonadonda namoz o'qilmayaptimi? Roza tutilmayaptimi? Hajga bora olmasa ham umraga borib kelganlari bor. Ana biz mana shu isloh qilishlik degan oyatga rioya qiladigan bo'lsak, natija nima bo'ladi? Ulamolar oilaga ta'rif berib aytadi. Agar mana shu binoni bitta davlat deydigan bo'lsak, mana shu binoni har bitta g'ishti bitta oiladir deydi. O'zbekiston degan davlatning har bitta g'ishti bitta oila. Endi mana shu binoni 34 mingta g'ishi yo'q dedik. Oila nima qildi? Parchalandi. Xudoni o'zi saqlasin. Endi bu bino issiq sovuqqa, qor yomg'iriga qanaqa bardosh beradi?
Mana isloh qilishlik jamiyatga qanchalik foyda keltirishligini, jamiyatga qanchalik muhim ekanligini yoshlarga shuni tushuntiraylik. O'z nomi bilan turmush, mana shu yerda o'tirgan hammamiz eslab ko'raylik-da, oilada nimalar bo'lmagan, to'g'rimi? Hammani xonadonda bo'ladi. Pasti baland, issiq sovuq, og'ir yengil kunlar. Shuning uchun bugungi mav'izadan maqsad o'laroq, xulosa o'laroq musulmonlarning o'rtasini isloh qilguvchi bo'lsak, yosh oilalarning o'rtasini isloh qilguvchi bo'lsak, qo'shnilarni isloh qilguvchi bo'lsak, ishxonadagilarda hamkasblarni isloh qilguvchi bo'ladigan bo'lsak, alhamdulillah, mana shu oyatga muvofiq biz taqvodor bo'lar ekanmiz. Anfal surasi 1-oyatda iloj bo'lsa uyga borgandan keyin yana bir qator o'qib qo'yadigan bo'lsak, bundan ham kengroq tushuna olamiz. Sababiki qisqagina bitta suhbatda bitta oyatni keng yoritib berishlik nima qilmaydi? Hammani ham xayoliga butun jamlangan ilm kavurmaydi. Uyga borib bir qator yana o'qib qo'yadigan bo'lsak, alhamdulillah haqiqiy isloh qilguvchilardan hammamizni qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Duo qilaylikki, ey Alloh Parvardigor, o'zingga ibodat qilib, o'zingga iltijoga qo'l ochib turgan bu jamoatimizning har bir vakilini qalblaridan qilayotgan duolarini bilguvchi olim zot o'zingsan. Ro'yobga chiqarguvchi qodir zot ham o'zingsan, ey Alloh Parvardigor. Duoga qo'l ochib turgan jamoatimizning har bir vakilini qilayotgan duolarini, iltijolaridan ham a'losini, afzalini, shariatingga muvofiqini, jamiyatimizga manfaatlisini, o'zing rozi bo'ladigan ro'yobini shohida qilgin. Ey Alloh Parvardigor, bu jamoatimizning har birlarini umrida uzun, rizqda ulug', omadda peshvo, taqvoda peshqadam, e'tiqodda mustahkam, hidoyatda sobit qadam qilib, dunyo va oxiratda saodatmand aylagin. Mana shu maqomlardan nasibador bo'lishlikni bu jamoatimizning har birlarini oila a'zolarining taqdirlariga o'zing bitgin. Bu jamoatimizning har birlarini oila a'zolarini doimo isloh qilishlik ila dunyo va oxiratda saodatmand bo'lguvchilardan qilgin. Allohumma salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.